Aka bu chiroqlarni hammasini to'g'irlab qo'ydim. Shomdan keyin o'zidan o'zi yonadi. Hech kim yoqish shart emas, a? Dada, zerikib ketdim. Ozgina aynalib kelaveraymi? Ha bo'ldi-da, o'g'il to'y, faqat uzoqqa ketib qolmang. Telefon qilsam darrov kelasiz, xo'pmi? Xo'p. Aka, Doktor, nima deysan mana qoringa? Bir kun kecha qolganingda qorning yorilib ketardi. Bu dorilarni vaqtida ichib yurgin, xo'pmi? Hozir. Ha dada, o'g'il to'y qayerdasiz? doktorda oldi dedim. Nima qilyapsiz doktorda oldida? Tinchlikmi? Tinchlik, zerikib qoldim, birozda gaplashib turibman. Men hovliga ishimiz tugab ketyapti. Xo'p, hozir boraman. Doktor soppa odamga shuncha dori yozib berganingiz qarang. Qo'yiraman ekan. Aka, uni telefondan bormi? $80 qilib beraman senga. Hozir aka. Yo'q pulim. Telefon $80 ekan-ku. To'lab yuborsam $20 qolar ekan o'zimga. Keyin shu balacha yaxshilik qilay. Ukajonim yig'lama. Men berib yuboraman Sanunga. Aka berib yuboring shunga telefon. Aka mana $100 20 tez qaytib yuborsinlar. Qalbaki, bu hazillashyapsizmi? Aka bu chiroqlarni hammasini to'g'irlab qo'ydim. Kecha ertaga bitadi dedingiz-ku? Shunaqa bo'ldi-da endi. Ha shuna bo'lmasin-da endi. 10 kunda bitirib beraman degansiz. Bugun 24-kun-ku. Ha bo'pti. Alo? Bugun bo'shayman deyaptilar, kelyapsizlarmi? Ha, hozir bir soatda boramiz. Ustoz, hozir gaplashdik. Uyda egasi bilan jo'qqa javob berishdi, bilasizmi? Hali telefonda odamga 3-4 kunlik ishimiz bor, bitirib olib keyin boramiz. Siz bo'lmaydimi? Menga qara shogird. Hech qachon mebelchi ustalar bunaqa gap gapirmaydi. Tushundingmi? Akajon, qirib bo'shmaman. Agar materialni kestirib olib kelib qo'ygan bo'lsangiz, ertaga boshlab yuboramiz. Odam podam emas ekan ustoz. Anaqada 4 tashingizda bir kundan ishlab qo'ygansiz. Ana amakini ishini 1 oydan beri qilib berganingiz yo'q. Men sizni hokkazdan kalta yegim kelmayapti ustoz. Agar sen bunaqa oqilona fikrlagan bo'lsang, hech qachon mebel usta bo'la olmaysan. Sufsan. Mebelchi ustalaringiz ishi zo'r ekan. Ha, sizni mebellangiz bittami? Qatta 10 kunda bitirib beraman degan 30 nechidir kun bo'ldi, hali ham cho'zilib yuribdi-da. Men ustalarga aytmayapti, tezda ishingizni bitirib beradi. Hozir shakka ish qilib